Tushunmadim, boshqa joyda 150 ming, 200 ming sotilayotgan steak bu yoqda 100 ming so'mga ham bormadimi? Tarnov oilaviy restoranining Keles filialida mangal bilan mangal assortilarini yorib yorishayotgan ekan, o'shani mazasini ko'rishga keldi. Tarnov oilaviy restoranining Keles filialida bomba yengilliklar qilib qo'yishibdi. Manga steak, 3 kishilik mangal assorti va yengillik bo'lgan salatni tavsiya qilishdi. Ularni yeb ko'rishdan oldin bo'lsa limon sharbatidan ichib oldim. Keyin steak yeyishni boshladim. Steak xuddi men xohlagandek projarkada, ya'ni juda ham yumshoq qilib pishirib berishdi. Mazasi bo'lsa yaxshi, menga yoqdi. Keyin 3 kishilik bo'lgan mangal assortini ajoyib bo'lgan podachada olib kelishdi. Bu assorti ichiga 2 ta bedro, 3 ta krilishka, 3 ta baliq, 3 ta koreyka, 3 ta sosiska, 2 ta ovochnoi va bitta butun jo'xori kirar ekan. Hammasi maromida pishirilgan. Mazasiga bo'lsa gap yo'q. 3 kishida aji 4 kishi ham kelib bemalol shu assortiga buyurtma bersanglar bo'ladi. Yangi qo'shilgan qo'ziqorli salatdan ham yeb ko'rdim, mazasi ajoyib. Yengillikni dodasi bo'lsa shu yilning oxirigacha Keles filialida mix vaflidan olsanglar, tekinga o'zingizlar xohlagan kofelarni qo'shib berishar ekan. Bu joy haqida sizlarga juda ham ko'p gapirganman. 3 qavatdan iborat va premium atmosferada. Dizaynlariga alohida e'tibor berib qo'yishgan. Bu yoqda har xil tadbirlar, gap, tug'ilgan kunlarni ham o'tkazsanglar bo'ladi. Farzandinglar mazza qilib o'ynab yurishi uchun ham bolalar maydonchasi mavjud. Hali sizlarga gapirmagan tarafimdan bittasi bu yoni живой gullar bilan jihozlashgan ekan. Ovqatlanishga kelgan har bitta mijoz tabiiy kisloroddan bahramand bo'ladi. Videoni shu yoqqa birga kelishni xohlagan yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Manzil Keles hokimiyatining yonginasida joylashgan.